Yurtimiz aholisining asosiy qismini islom diniga e'tiqod qiluvchilar tashkil etadi. Ayni vaqtda musulmonlarga diniy amallarni bajarishga yetarli darajada sharoitlar yaratilgan. Masjidlar, madrasalar, islom bilim yurtlari, Qur'on kurslari, haj va umra amallarini bajarish uchun ham barcha imkoniyatlar mavjud. Afsuski, so'nggi vaqtlarda yurtdoshlarimizning umra amallarini bajarishga bo'lgan ishtiyoqidan o'zining maqsadi yo'lida foydalanayotgan firibgar shaxslar va jinoiy guruhlar ko'p uchramoqda. Xo'sh, Saudiyaga yo'l olayotgan, asosan yoshi ulug' bo'lgan ibodat umididagi insonlarni, otaxon va onaxonlarni aldab, mablag'larni o'zlashtirayotganlar qanday qabih yo'llardan foydalanishmoqda? Ishonuvchan odamlarning hayoti va salomatligini xavfga qo'yayotgan bu kabi shaxslarning to'riga ilinayotgan insonlar nimalarni e'tibordan chetda qoldirishmoqda? Mazkur ko'rsatuv orqali ushbu savollarga yechim topishga harakat qilamiz. Mag'ribu mashriqqa diyonati, halolligi, lafzi va bir so'zligi bilan tanilgan xalqimizning ishonuvchanligi, kechirimliligi, o'tgan ishga salovat deya ko'p holatlarga qo'l siltab qo'yishi ham bor gap. Biroq mana shu ishonuvchanlik ortidan ko'plab firibgarlarning jig'ildoni moylanib, cho'ntaklari qappaymoqda. So'nggi yillarda yuzlab odamlarni bor-budidan ayirgan Strauss House, Korean Migration, Avto 60 kabi tadbirkorlik niqobi ortidagi firibgarlarning qilmishi afsuski hanuz ko'zimizni ochmayapti. Bugun haj va umra safarlariga borish uchun yaratilgan yuksak sharoit va imkoniyatlar ham firibgarlarning ilhomini keltirib, qo'shtirnoq ichidagi yangi biznes loyihalarini o'ylab topishmoqda. Bu ishlarning katta gunohligi, og'ir jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishi esa o'zgalarni aldab topilayotgan pullar soyasida qolib ketmoqda. Masjidun Nabaviyda, Madina shahrida o'qilingan bir rakat namozga payg'ambarimiz alayhisalom hadislari bor. 1000 rakat namozni savobi, fazilati beriladi. Mani masjidimda o'qilingan namozga deganlar. Ana endi Masjidil Haromda, Makka-i Mukarramada bir rakat o'qilingan namozga 100 ming rakat namoz o'qilinganni fazilati beriladi deganlar. Ana endi bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki, o'sha makonlarda qilingan savobli ishlarga ana shu qanchalik ko'p savob berilsa, u yerda qilingan firibgarlikka ana shuncha gunoh beriladi. Umra safarlarini tashkil etish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 12-oktyabrdagi 668-sonli qarori bilan tartibga solingan. Qaror orqali umra amallarini bajarish istagida Saudiya Arabistoniga otlanayotgan yurtdoshlarimizning huquq va manfaatlari, ularga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning majburiyati aniq belgilab berilgan. Umra tadbirlarini tashkil etish maqsadida bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga bir qancha talablar belgilangan. Mamlakatimizdagi shu qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishlari so'raladi. Sifatli darajada xizmat ko'rsatib kelayotgan aviakompaniyalar bilan demak shartnomalar tuzish va uni nusxalarini taqdim etish. Eng kamida 3 yulduzli mehmonxonalarga joylashtirish masalalari, doimiy tibbiy xizmatni yo'lga qo'yish va eng asosiy shartlardan bittasi shuki, fuqarolarimizni umra vizasi bilan safarga yuborish. Shu bilan birgalikda ziyorat jamg'armasi tashkil etilgan. Bu ziyorat jamg'armasiga ma'lum bir miqdordagi pulni zaxira sifatida qo'yishlari kerak bo'ladi. Bu ham bo'lsa o'sha fuqarolarimizni sifatsiz umra xizmatlaridan bir zarar ko'rgan paytda, moddiy bo'ladimi, ma'naviy bo'ladimi, zarar ko'rgan paytda buni qoplab berish nuqtai nazaridan bu qo'yilgan talablar. O'tgan 2024-yilda xususiy sayyohlik tashkilotlari orqali umra safariga borib, u yerda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelganlar soni ortib, hujjatlardagi muammolar, buyurtma qilinmagan aviachiptalar, bekor qilingan parvozlar tufayli tushunmovchiliklar yuzaga kelish holatlari ko'payib ketdi. Aeroportdan hozir yana bizni uchirmasdan yana qaytarib, bitta gостиницаga olib kelib qo'yishdi. Olam mazalari yo'q, dodamni ham o'sha mazalari yo'q, nafaslari siqotdi, mashqqa yotqizib qo'ydik, havoda yotsinlar. 2025-yilda ham umra safarlariga yuborish niqobi ortidan sodir etilgan firibgarlik jinoyatlari o'sish tendensiyasini namoyon qilmoqda. Joriy yilning 3 oyida ichki ishlar organlari, tergov bo'linmalari tomonidan fuqarolarni haj va umra safarlariga yuborish bo'yicha firibgarlik holatlari yuzasidan jami 54 ta jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov harakatlari amalga oshirilgan. Mazkur tergov harakatlari davomida
Ushbu jinoyat ishlaridan 23 tasi 25 nafar shaxslarga nisbatan ayblov xulosasi bilan sud muhokamasiga yuborilgan. Ushbu jinoyat ishlari bo'yicha jami 5 nafar shaxslarga nisbatan qamoq, qolganlariga esa boshqa turdagi ehtiyot choralari qo'llanilgan. Tergov qilingan jinoyat ishlari bo'yicha jami 249 nafar fuqarolar jabrlanuvchi deb topilib, ularga yetkazilgan jami zarar 3 milliard 947 millionni tashkil etadi. Hamda ushbu mablag'lardan 365 million so'mi dastlabki tergov harakatlari davomida qoplangan. 2024-yil noyabr oyida Chilonzor tumani Qatortol ko'chasi 60-uyda tashkil etilib, 2 ayol va 1 erkak tomonidan yuritilgan dunyo bo'ylab sayohat karvon tur mas'uliyati cheklangan jamiyat ham dastlab turistik xizmat ko'rsatish maqsadini ko'zlagan edi. Biroq keyinchalik tashkilot vakillarida umra safarlarini uyushtirish bo'yicha g'oya paydo bo'ladi. Men hasratda pensiyalarni yig'ib, mashina qilib, shu nevaralarimni bir olib borib Alloh uyini ko'rsatay degan fikrlarni qilgan edim. Bunaqa insonlar boriga hayotda aqlimga ham kelmadi-da, aqlimga ham kelmadi. Bitta ko'pchilik mana o'sha kuni yig'ilganda oddiy xalqda o'sha necha yildan beri niyat qilib, shu borib ibodat qilamiz, Allohning uyini ko'rib kelamiz deb ana qilayotganlar edi. Mana o'sha kuni yig'ilganda prosta men hayron bo'ldim. Shu darajada bular noinsoflik qilib qo'yishdi. Jinoiy guruh ijtimoiy tarmoqlarda o'z xizmatlarini faol tarzda targ'ib qiladi va murojaatchilar soni asta-sekin ortib boradi. Ular hech qanday litsenziyasiz, tegishli hujjatlar va eng muhimi, kafolatsiz odamlar hayoti va salomatligini xavf ostiga qo'yib, daromad topishga kirishib ketadi. Biz bu Turagensoni umra bo'yicha deb ishlatmaganmiz birinchi bo'lib. Men o'zim nomimga ochishgan. Faqat menejer bo'lib ishlardim o'tda, lekin direktor bo'lib nomimga ketgandi anaqa. Umraga deb keyin plan chiqdi bizada, plan qildik. Keyin bir ikkita joydan reklamalarni ko'rdik, o'sha reklamalarga asoslanib biz ular bilan to'g'ri shartnoma qilmadik-da, o'sha Turagenstolar bilan odam yig'dik biz. Turagenstoga umraga jo'natamiz deb. Umra bo'yicha bizda boshqa firmalar bilan hamkorlikda ishlaganmiz. Ularning nomidan chiqqan, biz o'rtada vositachi bo'lib ishlaganmiz. Bonuslar, chegirmalar, aksiyalar va turli imtiyozlar orqali qamrov kengaygan mas'uliyati cheklangan jamiyat vakillari to'g'ridan-to'g'ri mijozlar oldida mas'uliyatlarni cheklab olishadi. Bular bizaga Madinaga to'g'ridan-to'g'ri uchadi dedi. Endi qulay, baribir buvimlar borlar, yosh katta odamlar bor. Qulaylik bo'lish maqsadida shu har bitta talabimizga javob bergani uchun biz shu tur firmaga aldanib qoldik. Endi biz mana o'zimiz bilan odamlar olib keldik. 6 kishi bormiz, 1 kishi emas. Kelishtirib $1200 dan $1040 qilib berdik kishi boshiga. 10 kishidan oshiq bo'ldi. Shu 10 kishi oshiq bo'lganini hisobiga 1 kishini tekin qilib beraman deb shu karvon tur aldadi. Mijozlar bilan tuzilgan yuzaki shartnomalardagi shartlar ham bajarilmay, vaziyat keskinlashadi. Biroq uni o'nglash uchun ancha kech edi. Qabul qilib olingan pullar bemaqsad sarflab yuborilgandi. Kuniga 600 ming, ya'ni $50 dan hisob-kitob qilishardi. U odam kelish kelmasligi meni qiziqtirmas edi. O'sha kun borgan kunim, ishga chiqqan kunim $50 pul olardim. Reklama qo'yardik. Instagramda relis yurg'izib, o'shanga odam yig'ib borardik-da. Masalan, 850 dan biz reklama ko'rganmizda, biz 900 dan reklama qo'ydik. $100 qo'yatdimi, $100 3 ga bo'lganmiz. Hammamiz sherik bo'lib, uchalamizga ham bo'lingan. Agar siz ham ushbu shaxslardan jabrlangan bo'lsangiz, hududiy ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqami orqali murojaat qilishingizni so'raymiz. Huquqni muhofaza qilish idoralari ichki ishlar organlariga kelib tushgan murojaatlardan shuni xulosa qilish mumkinki, dunyo bo'ylab sayohat karvon tur mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyatining boshidanoq firibgarlik maqsadida tashkil etilgan. Biroq qonun ustuvor jamiyatda har qanday jinoyat qatorida firibgarlik uchun ham jazo muqarrar. Mazkur holat bo'yicha Toshkent shahar Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyatchi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlariga kirishilgan. Dastlabki tergov harakatlari davomida gumon qilinuvchi shaxslarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Mazkur jamiyatdan jabr ko'rgan 110 nafardan ortiq fuqarolarimiz jinoyatchi bo'yicha jabrlanuvchi va fuqaroviy da'vogar sifatida e'tirof etilib so'roq qilingan. Gumon qilinuvchilarning fuqarolar tomonidan olingan mablag'lari evaziga qo'lga kiritilgan mol-mulklari, shuningdek bank hisob raqamlari xatlanib, jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni undirish choralari ko'rilgan. Ta'kidlash joizki, o'zini hurmat qilgan, to'g'ri va qonuniy yo'l bilan faoliyat yuritib, umraga borish istagidagi odamlarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilayotgan sayyohlik tashkilotlari bor va ularning eshigi mijozlar uchun doimo ochiq. To'g'ri, xizmat narxlarida biroz tafovutni sezishingiz mumkin. Axir har qanday to'lov sifat va kafolat uchun
amalga oshiriladi. Assalomu alaykum. Eshitaman, Umra tur operatori, ismim Shokirjon. Sizga qanday yordam berishim mumkin? Hurmatli mijoz, bizda siz qaysi kunlari Umra safariga borishni rejalashtirganingizga qarab tur paketlarimiz mavjud. Unga ko'ra standart, komfort, SIP va VIP paketlarda biz bilan xavfsiz safar uyushtirishingiz mumkin. Ziyoratingiz mobaynida tajribali ellikboshi, umra vizasi, sug'urta, borish-kelish aviachiptalari, haramga yaqin masofada joylashgan mehmonxona, sifatli taomnoma va albatta tibbiy xizmat ko'rsatish kafolatlanadi. Ha, bu kabi so'zlarni istalgan operator aytishi mumkin, lekin uni kafolatlash uchun O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan berilgan umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatish bilan shug'ullanishga ruxsat etiladi degan mana bunday litsenziya kerak. Fuqarolarimiz borganda, tur firmalariga borib litsenziya so'raganda, turli xil litsenziyalarni ko'rsatishlari mumkin tur firmalar. Turli shakldagi. Lekin fuqarolarimiz e'tiborli bo'lib, ziyrak bo'lib so'rashlari kerak bo'ladiki, umra tadbirlarini tashkil etish bo'yicha alohida litsenziya bor. Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan taqdim etiladi bu litsenziya. Aynan mana shu litsenziyani ko'rganlaridan keyin va shu o'zlari xulosa qilib, o'zlariga ma'qul bo'lsa, mana shu tur firmalar tadbirkorlik subyektlarini faoliyatlaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda bizning korxona tomonidan mana shu 21-noyabrda litsenziya olgan bo'lsak, 2000-3000 odamni fuqarolarimizni ziyoratga jo'natdik. Fuqarolarimizga tavsiyalarimizni har holda biz 20 yildan beri faoliyat yuritib kelyapmiz bu sohada, turizm sohasida. Umra tadbirini amalga oshirish litsenziyasiga ega kompaniyalarga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. Sabab bu kompaniyalar diniy qo'mitani zaxira jamg'armasiga kerakli miqdorda, qarorda ko'rsatilgan kerakli miqdorda mablag' kafolat sifatida qo'yib qo'yilgan. Mabodo sizga yetilgan xizmatlar ko'rsatilmasa, sud qaroriga asosan shu summadan sizga keltirilgan zarar qoplab beriladi. O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mita saytida hamda ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarda bu kabi holatlarni oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qilish idoralari va ichki ishlar organlari tomonidan esa bu borada tezkor tadbirlar o'tkazilib, firibgarlik holatlariga chek qo'yilmoqda. Safar oldidan bir safarga boshchilik qiladigan kishini saylanglar dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Mana ellikboshilar, ahli ilmlar yoki ana shu mutaxassislar bilan maslahatlashib, shoshilmasdan, sabr qilib, ishni o'zini egasidan so'rab amalga oshirsalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Chet elga borib, hech narsani bilmay, qanday ibodat qilishlikni bilmay, qayerga borishlikni bilmay, til bilmaydilar o'z-o'zidan holatda. Oddiy xalq, masalan, ibodatga borgan kishi, misol uchun bu yerda arab tili yoki ingliz tillarini bilmaydigan kishilar qayerga borishni bilmay yurgandan ko'ra, mana shu yerni o'zida, vatanimizni, yurtimizni o'zida ishni puxta qilib, mustahkam qilib, ana undan keyin safarga otlansalar, ana shu ibodatlarni to'la to'kis mukammal ado qilib kelishliklariga inshaalloh vasila bo'ladi. Xulosa uchun sabablar ham, misollar ham yetarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Nafaqat bugungi mavzu, balki boshqa yo'nalishlarda ham har qadamda sizni chuv tushirishga urinishi mumkin bo'lgan shaxslar, jinoiy guruhlar bor ekanligini unutmang. Toshkent xalqaro aeroporti. Bu yerdan har kun yuzlab reyslar amalga oshiriladi. Ular orasida Madina, Jidda, Riyod va boshqa Saudiya Arabistoni shaharlari orqali umraga otlanayotganlarni ham ko'p uchratish mumkin. Shu bilan birga, bugungi ko'rsatuvimizda guvoh bo'lganingizdek aviareysi bekor qilinib, kutish zalida kunlab qolib ketayotgan yoki uzoq vaqtli azob-uqubatlardan keyin Saudiyadan qaytib kelayotganlar ham kam emas. Shuncha vaqt va ortiqcha mablag', salomatlik va ruhiy uqubatlar ta'sirida qolishni hech kim istamaydi albatta. Shunday ekan, xavfsiz va kafolatli umra safarlarini faqat tegishli hujjatlar, ruxsatnoma va litsenziyaga ega bo'lgan tashkilotlar yordamida amalga oshiring. Soddadillik bilan mablag'laringizni behuda sarflamang. Ogoh bo'ling.